Uchinchi qoidaga o'tamiz. Qarang, uchinchi qoidani juda ham ko'p qo'llayman o'zim ham, misol ishlayotganimda. Uchburchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni, mana bu burchagimiz alfa bo'lsin, A bo'lsin. Demak, buning tashqi burchagi A' bo'lyapti. Mana shu uchburchakning tashqi burchagi bo'lgan A' teng bo'ladi. Unga qo'shni bo'lmagan deganda mana bu A tushunilishi kerak. A burchakka qo'shni bo'lmagan o'zi ikkita burchak bor, B bilan C. Unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga, ya'ni B qo'shilgan C ga teng bo'lar ekan A'. Mana shu narsani tushuntirmoqchi edim. Misollarda ham yaxshiroq tushunib olamiz. Birinchi misol. Demak, x + 45 teng bo'lishi kerak unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga. X qo'shilgan 20 qo'shilgan 2x - 15. Demak, x qo'shilgan 45 teng ekan 3x + 5. Demak, tenglamani ishlab qo'yamiz endi. 3x - x bo'ladi va 45 - 5 bo'ladi. Tenglamani bilasiz endi qanday ishlashni. 2x teng ekan 40 ga, x teng ekan 20 ga. Demak, 20 gradus ekan. Gradus belgisini qo'yib chiqamiz va bo'ldi. Tushundingiz-a? Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi misol. Bunda mana bu burchakni topib olsam, tashqi burchak-ku bu. A, B, D uchun misol uchun. A, B, D uchburchak uchun tashqi burchak. Bu betda bo'lsa, shu betda teng bo'ladi unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga, ya'ni 60 qo'shilgan 40 ga. 100 gradus ekan, ya'ni. Endi uchburchak ichki burchaklari yig'indisi formulasiga ko'ra 50 qo'shilgan betda qo'shilgan alfa teng bo'ladi 180 gradusga. Demak, 50 qo'shilgan 100 qo'shilgan alfa teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Buni alfani topadigan bo'lsam, 180 dan ayiraman 50 ga 100 150 bo'ladi. Demak, 30 gradus ekan alfamiz. Endi mana burchak. Birdan yozib ketaman endi. Diqqat qiling, 30 ga 40 ni qo'shsa 70 bo'ladi. Tashqi burchak unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'lyapti. Endi alfa qo'shilgan 60 qo'shilgan 70 esa 180 bo'lishi kerak ichki burchaklar yig'indisiga ko'ra. Demak, alfa teng ekan 180 ayrilgan 60 ga 70 130 bo'ladi. 50 gradus ekan alfa. Bo'ldi, shu bilan 3-qoidamiz tugadi. 4-qoidaga o'tib ketaveramiz. Demak, juda ham qiziq, demak, formula. Buni ko'proq mana bunaqa uchburchak sifatida tasavvur qilsak ham bo'ladi. Uchburchak bo'lsa, uchburchakning ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan uning qolgan ikki uchini tutashtirganda hosil bo'lgan alfa burchak teng bo'lar ekan mana burchaklar yig'indisiga. Endi bularni so'zma-so'z A, B, D, D, C, A deb aytib o'tirishim shart emas. Demak, chizmada o'zi chiroyli qilib ko'rsatib qo'ygan, mana shu yig'indiga teng bo'lar ekan. Tushundingiz-a? Uchburchak deb ham tasavvur qilishni o'rganing. Buni amalda qo'llaymiz. Bu doim bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerda bo'lib qolsa ham bu nuqta. Mana. Burchak ham qisqaradi, shunga yarasha mana bu ham burchak ham o'zgaradi. Yig'indisi bir xil bo'laveradi. Yig'indisi shu mana shu burchakka teng bo'laveradi demoqchiman. Tushunyapsiz? Bo'ldi, misollar ishlaymiz bo'lmasa, birinchi misol. Demak, alfa teng bo'lishi kerak 70 qo'shilgan 30 qo'shilgan 42. Demak, alfa teng ekan 140 gradusga. Ikkinchisida 150 gradusimiz endi teng bo'lishi kerak 65 40 va alfaga. Demak, alfa teng ekan 150 ayrilgan 105 ga. Demak, alfa teng ekan 45 gradusga. Uchinchisi. Alfani toping degan. Bunda ham mana bu burchakni birinchi topib olaman. Bu ham 40 gradus bo'ladi qarama-qarshi burchaklarga ko'ra. Va endi alfamiz aytganimizdek mana shu burchaklar yig'indisiga 40 50
60 yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, alfa teng ekan 150 gradusga. Bo'ldi, shu bilan 3 va 4 qoidamiz ham o'z nihoyasiga yetdi.